Azərbaycan Türk Nerimin Sadıqova Şərq Türkistan və Uyğur Türklərini qollash üçün Xitay hökuməti tərəfindən sükut qilishqa urinayotgan bir Uyğur Türk ayoliga semil qilingan əsrini tanıştırdı. O taratgan surati bilan aytib tezla ijtimoiy taratqularda qiziq nuqtaga aylangan Azərbaycan Türk Sadıqova mundaq dedi. Uyğur Türk qarindoshlarimizni qo'llang. Uyğur Türklarining ovozi bo'layli. Uyğur Türk qarindoshlarimizni unutib qolmayli. Uyğur Türklarga ovozimizni chiqarayli. 2 yil ilgari, ya'ni 2021 yil 1-oyning 19-kuni Amerika Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmon aholilariga qilgan nachar muomalani irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qilgan edi. Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaydigan ikki Uyg'ur tashkiloti, Surgunda Sharq Turkiston hukumatı va Sharq Turkiston milliy harakati Washingtondagi davlatlik axborot klubida rasmiy e'tirof qilingan Uyg'ur qirg'inchiligining 2-yilligi munosabati bilan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Amerika Xitoyning atalmish Xinjiang qadimi davrdan tortib Xitoyga tava, u o'zining bir qismi ekanligini, Xitoyning Xinjiang qadimi davrdan tortib Xitoyning bir bo'ligi va bir qismi ekanligini rad qilib aqtashli kitob e'lon qilgan edi. Guruhlar oldingi payshanba kunidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir qismi emas, mustaqillikni asliga keltirish birdan-bir chiqish yo'li nomli 12 betlik aqtashli kitobning xulosasini e'lon qilib, Xitoyda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Uyg'ur tashkilotlarining so'ziga qaraganda, Xitoy Xalq Cumhuriyati ishg'oliyati ostida Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turk xalqlarining asosiy erkinligi, kishilik huquqi va mavjudligiga kafolatlik qilish Sharq Turkistonda mustaqillikni asliga keltirishga muhtoj. Xitoy Amerika Moliya ministri Janet Yellenning Afrika davlatlarining Zambiyaning barliq hukumat va xususiy haqdorlarga bo'lgan qarzni yeniklatish chaqirig'ini tanqid qildi. Xitoyning Zambiyada turishliq bosh elchixonasi e'lon qilgan bayonotida Amerikaning qarz masalasida boshqa davlatlarni ayblashdan burun o'zining davlat ichidagi qarz masalasini hal qilishi va uning dunyo iqtisodiga muqimsizlik ta'sirini yo'qotish kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Amerika Moliya ministri Yellen Xitoy qatorliq davlatning ikki taraflik rasmiy va xususiy haqdorlarini qarzni yenilashga ahamiyat berishga chaqirdi. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosining o'tgan oylarda Tayvanga qilgan ziyarati Xitoyning inkosiga uchirdi. Xitoy bilan bo'lgan eglik huquqi to'qinishida turayotgan Tayvan ziyoratini yangi Avam Palatasining boshlig'i Kevin McCarthy ilib boralaydiganligi o'tirg'a qo'yildi. Texnika magnati olma ishlab chiqarish nuqtasini Xitoydan tadrijiy yetkazyapti. Hindiston yangi ishlab chiqarish markaziga aylanishga tayyorlik qilmoqda. Hindiston savdo ministri olma shirkatining Hindistonda texnik ko'p mahsulot ishlab chiqarishni planlaganligini, barliq mahsulotlarning taxminan 25% ning davlat ichida ishlab chiqarilganligini e'lon qildi. Xitoy to'rining xabariga qaraganda, iPhone va boshqa olma mahsulotlarini ishlab chiqarishga mas'ul bo'lgan Foxconn shirkati bu o'tkinchi bosqichga tayyorlik qilish uchun Hindistonning Chinnaydagi emgak kuchlarini ko'paytgan.